Assalomu alaykum, kanalimizning shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib keluvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Biz ushbu loyihamizni Namangan viloyatiga tayyorlab berdik. Loyihamizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosiy yashash xonadonlari mana bu o'rtadagi blogimizda joylashtirib ketilgan va qolgan qo'shimcha xonalarimiz esa mana bu tarafda, chap qo'l tarafda bir qavatli qilib olingan. Endi loyihadagi uyimizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, asosiy mana bu ko'cha tarafimizni uzunligi umumiy 20 metr va uyimizni mana bu yon taraf uzunligi esa 30 metr. Mana shunda shu loyihadagi uyimizni agar kim biriga biri qurmoqchi bo'lsa, umumiy hisobda 6 sotiq yer maydonini egallashi mumkin. Asosiy bo'lgan mana bu o'rtadagi blogimizni, ya'ni uyimizni razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu tarafi 17 metr va uyimizni mana bu yon tarafi esa 11 metr. Ikki qavatli bu uyimizni umumiy egallab turgan yer maydoni 1.8 sotiq. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, yaxlit holati. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bu tarafda joylashtirib ketilgan xonalarimizning ostki qismi podval qilinadi va podvalimizga ko'rib turganingizdek mana bu zinalar orqali podval qismiga ketiladi. Umumiy hisobda mana shu loyihadagi asosiy bo'lgan uyimizni fundamentiga 44 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. Albatta podvalni ham hisobga olgan holatda. 44 kuba beton uchun esa standart holatda 13 tonna 200 kilogramm sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 1100 metr armatura sarflanadi. Mana shunda sarflanayotgan armaturani ichida podval qismiga ham sarflanadigan armaturani hisobi olingan. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek mana bu tarafda 2 qavatli uchastkamiz, mana bu taraflarda esa 1 qavatli. 1 qavatlik va mana bu qavatli uchastkamizning birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham har qavatlarimiz 320 razmerda olingan. 290 devor uriladigan bo'lsa 30 cm sesma poyiz aylanadi va mana shunda toza bizda korobka holatida 320 balandlik qoladi. Mana shunda umumiy hisobda devorimiz rasxodlarini aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu o'rtada asosiy bo'lgan uyimizga ketadigan g'ishtimizni sarf xarajati 62 ming dona g'isht sarflanadi. Agar siz buni pena blokdan yoki gaza blokdan 60 ga 30 balandligi 20 bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisobda 4000-5000 gaza blok yoki pena blok sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvi bilan tanishib chiqamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Ko'cha tarafimiz ko'rib turganingizdek ajoyib holatda dizayn ishlangan. Oldi tarafida bunaqangi ozgina bo'lsa-da yashil maydonchalari bor. Ko'chadan qaraganimizda mana bu o'ng qo'l tarafida asosiy ayvonimiz joylashtirilgan. Mana bu chap qo'l tarafiga esa qo'shimcha xonalar joylashtirib ketilgan. Uyimizning hovli qismiga kiriladigan asosiy darvozamiz deyarli sentrda mana bu yerda qoldirib ketilgan. Endi mana shu darvozamizdan kiradigan bo'lsak, umumiy hovlimizning ko'rinishlari bunaqangi holat. Ko'rib turganingizdek juda bir chiroyli chiqqan. Ushbu loyihamiz 1 emas, 2 emas, naq 3-4 ro'zg'orli oilalar foydalansa bo'ladigan holatda ajoyib loyiha bo'lgan. Xonalar soniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, umumiy 10 xonadan iborat bo'lib, 3 ta kattalar yotoqxonasi, 3 ta bolalar yotoqxonasi, 2 ta mehmonxona va bitta ayollarimiz sevadigan oshxona va hol qismi bor. Albatta mehmonlar uchun ham yotoqxonalar qoldirib ketilgan. Umumiy hisobda 10 xona. Endi xonalar joylashuviga to'xtaladigan bo'lsak, darvoza qismidan kirganimizda o'ng qo'l tarafda bunaqangi ayvon joylashtirib ketilgan. Bu ayvonimizda oilaviy tapchan so'rilarda qo'yib bemalol yoz kunlarida o'tirsalar bo'laveradi. To'y-to'ychiqda ham, to'y ma'rakada ham juda tul-stul bezashda qo'l keladi. Ayvonimizning so'ngida esa mana bu tarafda qoldirilgan mehmonlar uchun bunaqangi 2 xonali qilib, tahoratiga va boshqa yumushlariga noqulaylik tug'dirmaslik maqsadida mehmonlar uchun mana shu yerga hojatxona qoldirib ketganmiz. Endi bu ayvonimizdan mana bu zina orqali ko'tarilib kirganimizda mana bu bizda to'g'ridagi
bitta erkaklar mehmonxonasi, misol uchun xohlasalar ayol mehmonlarni ham kuzatsalar bo'laveradi. Bu bizda mehmonxonamiz bo'ldi. Derazalari ayvon tarafga qaratib o'tilgan va ko'cha tarafga bitta fortchka berib ketilgan. Endi bu mehmonxonamizdan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu yon tarafida esa mehmonlar yotib qoladigan bo'lsa, yaqinlari mana shu yerda mehmonlar uchun bitta yotoqxona qoldirib ketganmiz. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi asosiy uyimizga qaytadigan bo'lsak, yashash xonadonlari bunaqangi 2 qavatli bo'lib, o'rtaga joylashtirilgan. Uyimizni mana bu yon tarafidan esa orqa hovli tarafga o'tadigan joy qoldirib ketganmiz. Orqa tarafda o'zlari uchun yana bir hojatxona va mana bu tarafda esa klient xohish istagini kelib chiqqan holatda bitta yozgi oshxonani qoldirib ketganmiz. Mana bu yashil zonalariga bemalol mevali daraxtlarni ekib foydalansalar ham bo'laveradi. Ko'rib turganingizdek, juda bir chiroyli holatda chiqadi. Endi oldi tarafga qaytib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda ham ozgina ayvonchamiz bor. Bu ayvon orqali mana bu yerda podvalga tushish zonalari qoldirib ketilgan. Podvalimizga bemalol mana shu uylarimizni isitish uchun kotyol xona, omborxona joylashtirsalar bo'laveradi. Asosiy bo'lgan uyimizga kirish eshiklari, ya'ni asosiy kirish eshiklari ikkita qismga bo'lingan. Mana bu bitta eshik, mana bu esa ikkinchi eshik hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana shu uchastkamizdan bemalol ko'p ro'zg'orli oilalar foydalansa bo'ladi. Buning sababini hozir tushuntirib o'tamiz. Endi mana bu eshik orqali, ya'ni mana bu zinalar orqali ko'tarilib kirganimizda, mana bu yerda bizda keng kattagina hovli qismi bor. Hovli orqali ikkita xonaga kiriladi. Mana bu yerda zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tariladigan joy qoldirib ketilgan. O'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafda bu bizda ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz ham keng, kattagina, bemalol ovqat pishirib, oilaviy ovqatlanib o'tirsa ham bo'laveradi. Ko'rib turganingizdek, derazalari 3 ta panoramik holatda oldi tarafga qaratib o'tilgan. Oshxonamizga ikkita asosiy eshiklari bor. Mana bu qo'l tarafdan kiriladigan, mana bu yana ikkinchi qismdan kiriladigan eshik qoldirib ketilgan. Bu bizda oshxonamiz bo'ldi. Endi bu oshxonadan qaytib qo'l orqali mana bu yerda qoldirib ketilgan bitta kattalar yotoqxonasini tanishtirib o'tamiz. Kattalar yotoqxonasi ham keng, kattagina, derazalari ikkita qoldirib ketilgan. Mana bu yerda ikkita derazamiz orqa tarafga qaratib o'tilgan. O'zlariga tegishli shaxsiy yuvinish xonalari mana bu yerda. Endi bu xonadan qaytib qo'lga chiqadigan bo'lsak, qo'limizni mana bu zinalar ostida qoldirilgan kichkina eshik orqali mana bu yerga kirganimizda bu bizda umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Bu bizda birinchi bo'lmamiz bo'ldi. Bu tarafda ikkita xonamiz joylashtirib ketilgan. Nari yoqdagi xonalarimizga tashqaridan kiramiz. Mana bu zinalar orqali ko'tarilib bu eshikdan kiradigan bo'lsak, kirganimizda bunaqangi uzun koridorimiz bor va koridor orqali xonalarga tarqaladi. O'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafda keng kattagina yana bir mehmonxona. Bu bizda ikkinchi mehmonxona hisoblanadi. Derazalari hovli tarafga qaratib o'tilgan panoramik holatda. Bu mehmonxonamizning ro'parasidagi mana bu eshik orqali kiradigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, bu bizda oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizga bu tarafdan ham o'tsa bo'ladi bunaqangi holatda. Endi koridorga qaytib chiqadigan bo'lsak, koridorimizni to'g'risida yana birinchi qavatda joylashtirib ketilgan kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasining ham derazalari bu yerda ikkita orqa tarafga qaratib o'tilgan. Mana bu yerda keng kattagina qilib o'zlariga tegishli shaxsiy yuvinish xonalarini qoldirib ketganmiz. Birinchi qavatimizda ikkita kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Endi ikkinchi qavatni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, oshxonamiz orqali narigi tarafga o'tib ketamiz va mana bu zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda, ikkinchi qavatimizda bunaqangi uzungina koridorimiz bor. Koridor orqali xonalarga tarqalishi mumkin. Chap qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni mana bu xonamiz bizda yana bir kattalar yotoqxonasi. Derazalari ikkita va mana bu tarafda esa bitta yuvinish xonalari, bitta garderob xonalari qoldirib ketilgan. Umumiy hisobda 3 ta kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Mana bu xonamiz agar xohlasalar ofisning xona qilsalar ham bo'ladi, agar xohlasa bolalar yotoqxonasi qilib olsalar ham bo'laveradi. Bu xonamiz orqali mana bu eshikdan chiqadigan bo'lsak, balkon qismiga o'tishligi mumkin. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, koridorimizni oxiridagi xonalarni tanishtirib o'tamiz. To'g'riga kelganimizda mana bu yerda ikkinchi qavat uchun yana bir bizni yuvinish xonamiz qoldirib ketilgan. Albatta bu keng kattagina xona o'zlari xohishiga qarab ikkiga bo'lib olishligi mumkin. O'rtasidan chap va o'ng qo'l xonalarini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu xonalar ikkalasi ham bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Mana bu o'ng qo'l tarafdagi yotoqxona qizlar yotoqxonasi hisoblanadi. Derazalar ichkari hovli taraf qaratib o'tilgan panoramik holatda. Bu bizda qizlar yotoqxonasi bo'ldi. Endi mana bu o'g'il bolalar yotoqxonasiga qaytadigan bo'lsak, bu bizda o'g'il bolalar yotoqxonasi juda bir chiroyli
ehtiyojli holatda o'zlariga tegishli shaxsiy yuvinish xonalari ham bor. O'g'il bolalar yotoqxonasini umumiy hisobda 3 ta bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Aytib o'tganimizdek, bu bizda ikkinchi qavatimiz bo'ldi. Endi ikkinchi qavatimizdan qaytib tashqari hovli qismiga o'tadigan bo'lsak, umumiy hisobda hovli qismlari mana shunday holatda. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, shunaqangi tayyorlab bergan loyihalarimizni biz endi video obzorlarini, ya'ni qurilgan holatlarini Instagram kanalimizda joylab boramiz. Bizni Instagram kanalimizga ham va Telegram kanalimizga ham o'tib borsangiz, YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz bizni Instagram va Telegram kanalimizda joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga.